Shahar havosi va shovqinidan chalg'ish maqsadida mana bu bahaybat mashinada tog'ga yo'l oldik. Yaqin insonlar, tekis va o'nqir-cho'nqir yo'llar, barglari to'kilgan daraxtlar, olisdagi baland tog'larni ko'rish bilan bir qatorda o'zimizga qiziq bo'lgan joylarda to'xtab o'tdik. Eng asosiysi bochkada mastava ichish qolib ketmadi. Va bilasizlarmi nima? Bugungi sayohatimiz yanada qulay bo'lishida biza minib borgan mashinaning hissasi katta. Tanishing, bu monsterning ismi Haval H9. 7 o'rindiqli keng va qulay salon, katta sig'imga ega yukxona, tog'li tepa-past yo'llarni umuman ko'rdim demaydigan, bir so'z bilan aytganda, qishki va tog' sayohatlari uchun mukammal avtomobil. Haval H9 ni haydashda bir nechta rejimlar mavjud. Bular eko, standart, sport, qor, loy va qumda yurish uchun mo'ljallangan rejimlar. Xullas, oilaviy yoki do'stlaringiz bilan qishki va umuman turli mavsumlarda toza havoga boy tog'li manzillarga sayohat qilish uchun qanday avtomobil olishni o'ylab yurgan bo'lsangiz, Haval H9 siz uchun yaxshi tanlov bo'ladi deya olaman. Aytgancha 1-dekabrdan 25-dekabrgacha Haval avtomobilini xarid qiladigan bo'lsangiz, ajoyib aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Bunda siz Crocus Park Resortida 6 kishigacha bo'lgan yaqinlaringiz bilan 3 kunlik all inclusive tarzda mutlaqo bepulga dam olib ketsangiz bo'ladi. Tog'li hududlarga sayohat qilish birinchi navbatda sog'lig'ingizga foyda bo'lsa, uzoq yo'lga chiqish fikrlaringizni bir joyga jamlashda yordam beradi. Va unutmang, yo'l Haval bilan boshlanadi.